Ассаламу алейкум туғандар, ассаламу алейкум жалпы жамаат, жалпы бізден Алам Қоғар каналыбыздың катталуучулары. Достор, мен азыркы учурда Ошто турам, Ошто 10 адырда. Негизи буга чейин дагы билип атсаңыздар керек, биз мындай торнадо деген дробилкаларды сиздерге жарыялап, реклама кылып келгенбиз. Бүгүн дагы буюрса ушул Ошко 10 адырга келдик. Эми туғандар, азыр бул дробилкаларды негизи дагы сиздерге жакшылап тааныштырып берели. Буга чейинки чыгарыштарда негизи тааныштырып келгенбиз. Бүгүн дагы буюрса Максатжан сиздерге толук маалыматты берет. Анан негизи бул жерде тугандар, бул бүт азыркы учурда алюминий моторлор турат. Алюминий моторлор, ЖИЗ моторлор буюрса жакында келет. Эми бул кандай кызмат аткарат? Максатжан, буюрса жакшылап тааныштырып бер. Assalomu alaykum. Akalar yaxshimisizlar? Бул Максатжан биринчи кандай кызмат аткарат, нелерди кыркат, дагы жаңадан көрүп жаткан Bu dробилкаларыбыз aka mol qo'y nimani yesa hamma yo'q chiqarib beradi. Universalniy. Makka, bug'doy, hamma yo'qdi. Universal. Faqat shu setkasini alishtirsa bo'ldi. Setkasini alishtirsa bo'ldi. Bir эле мына shu дробилка чөптү, жүгөрүнү, бүт бардык нерсени буюрса кызматын аткарат. Ana баштай береличи. Бисмилла. Азыр тугандар буюрса бул çöp salıp beremiz ha buga? Bunga çöp solamiz. Bunisiga bug'doy bor. Bunisida mardayli maka chiqaramiz. Bul buğday. Budaydan. Bul jakta bolsa mына mardegi менен, sötasi менен bul жүгөрү, maka. Буюрса азыр үчөөнү сиздерге көрсөтүп беребиз. Ana баштадык. Жылып алабыз, ha? Мына Çöken tuğanda kalan. Bol, Maksatcan, bolat. Bolat. Bul dostlar, negizi çöptün büt bardığını, maka olsa, makasındagı buyursa sizlerge talqa maydala beret. Mına ke? Qo'ybob qilib chiqarib bergan mashina. Qo'ybob. Buyursa budan shakal chiqmaydi, ha? Yo'q. Bunu anan setkasi var, ha? Ikki turli qilib beradi. Mayin qilib, yirik qilib, ha? Mana shu mayin qo'ydik-ku. Bu qo'ydik-ku. Agar setkani olib tashlab turib chiqarsa, molga 3-4 sm qilib chiqarib beradi. Tak, endi bu çöptü sizlarga qirqib berdi. Endi Maqsadjon nari jaqdagi çöplerni da ko'rsatamiz-mi? Ha, bunisiga bug'doyimiz bor mana. Bu buğday, ha. Mana shu bug'doy chiqarib ko'rsatyapman. Buğday arpandan ele tartib beradi, ha? Ha. Endi arpaningga tartishning keragi yo'q. Bu buğday. Tuğanlar non bo'la turgan buğday. Endi buyursa hozir shuni ulaymizdagi sizlarga tartib beramiz. Qirg'iziston bo'yicha бүт жеті областga tuğanlar buyursa жеткирүү dagı бар. Andagi жол катары айта кетели. Başladık. Başladık. Mına. Tuğanlar. Yakından kasap koyalım. Tart odar. Bularni aytib qo'y xizmatini. Ha. Bu regulovka qilasizlar aka. Ochib javib. Bo'ldi, to'xtada. Hozir to'xtasin ham. Mana. Mana tuğanlar buğdaydı shunday qilib qo'ydi, buyursa. Bu buğdaydiki. Эми бул негизи жүгөрү бул мардеги менен боло турган болсо, буну негизи ухалап туруп дагы тартып берсеңиздер болот. Анан бул негизи бизде мардеги менен деп коет. Мардеги менен дагы салса болот. Тартса болот. Азыр аны дагы көрсөтөбүз. Мына. Кетти бул. Мына салса, Молодец, болды, Максатжан. Болады, Максат. Bunlarga. Bir ko'raylik qana. Bunisi yolma holatda qilib beradi. Mana, bu mardegi menen. Do'stlar, mardegi menen. O'shani esga olamiz. Qo'ylarga bersa bo'laveradi. Yomon yatala qilib berish kerak. Jo'g'orida aytganday uqalab turib dag'i bersangizlar bo'ladi. Al esga olamiz.
Так, endi Maqsadjon. Dagı neni tanıştırabız? Ayta ber. Xo'p, endi narxlarini aytib o'tsak, Ova, endi bağlar ha? ha, Endi senası tuğanlar bağları. Bul alüminyum motor ha? bu 3,5 kilovatli alyumin motor. Alüminyum motor, 3,5 kilo. Mahaviga 4 listdan bo'lgan bo'ladi, kilosi 6 kilo chiqadi. Mahavik 4 tüklis ha? Ha, 4 listgan bo'ladi, baquvvat. Cheklari ham o'sha qalin listdan bo'lgan bo'ladi. Xo'p, buni bahosi 17 ming. Bul 17 ming. Ha, dastavkasi bilan. Dastavkasi bilan. Sentr. Dastavkani daha bir jol aytib qo'y, qaysi yerga chayin? Sentri joyigacha. Sentrga chayin. Har bir oblastning aymaqlarına. Ha, Sentrine chayin buyursa dastavkasi bor. bor ekan. Bul 17 ming so'm ha? Bu 17 ming so'm. Endi 19 ming degan bormaydi bana. Bul 19 minglik ha? Ha. Mana chekadagi bul. Ha. Buni ham motori narigi bilan bir xil. Bir de. Alyumin motor, faqat ayirmasi mana bu yerda Bu Jigilovskiy Mahaviy bo'ladi. Og'ir. Buni kilosi 10 kilo 600 chiqadi. 10 kilogram 600. Ha. Buni narxi 19 ming. Bul 19 ming so'm. Ha. Xuddi shuni motori alyumin kerak emas, menga Medvis kerak deysa, xuddi shunaqa motori Medvis 22 ming bo'ladi. Al 22 ming. Ha. Yaxshi. Bul negizi ba jiz motor dedik-ku, maqsad. Ha. Aldaga keladi buyursa yaqinda, ha? Hem so'raganlarga. Ha, o kelyapti yo'lda aka. Ha, yo'lda. 2 kunda keladi. Hem jiz motordan so'raganlar ko'proq ekan. Ha, shunaqa. Endi diz motor to'k yaxshi joylar bo'lsa, Hı. o'shalarga tavsiya qilaman. Emin anam bu to'qtin xizmati qanday bo'ladi buga? Mana shularga. 3 faz bu qanday bo'lib qoladi? 2 faza. 2 faz, ha? 220 ga ishlaydi. 220 Alyumin ga motor, ishlaydi. ha, alyumin motorlarim 170 dan 240 gacha ishlayveradi. Mis motorim 190 dan 250 gacha. Bo'ldi, boshqa hech narsa yo'q ham, ha, Bo'ldi. bitdi. Tak, do'stlar, mumkin bo'lishincha bit gruppalar bilan bo'lishib beringizlar. Qanday narsa bo'lsin, do'stlar bo'lib, tuğan urug', jo'ra yo'ldosh deganday har bir uyga ayıl jergashini negiz kerakli bo'yim, ha? Bir mana shu tornado dravulka 4 narsani atqaradi. Makaning payasi bilan, makaning o'zini, anam buğdaydi, anam nol yerda shu jugorning mardegi bilan. Bo'lsa universalniy dravulka shu Oshto 10 adırda turadi. Negizi hozir bu yer место almashildi, ha? Ha, almashdi. Endi chalib to'liq ma'lumotni o'zidan da keyin olsangizlar bo'ladi. Buyursa bog'larni sizlarga aytdi. Ham gruppalar bilan bo'lishamiz. Maqsad unda buyursa endi berki jiz motorda kutamiz mi? Bo'ldi, xudo xolasa aka. To'g'anlar bo'lishamiz ham mumkin bo'lishuncha.